Ahvol chatoq akalar, ahvol chatoq. Ko'rishlaring mumkin. Hozir yaqinda olib kelishdi. Isuzu 5 tonnalik yonib ketgan. Sababi akkumulyator pilusi kuzovga tegib qolgan. Shu yerdan keyin tutash urib chiqqan. Yonishni boshlagan, simlar qizigan. Statorning simlari pastki old taraf hamma joyi kuyib bo'lgan. Suv yo'q joyda bo'lgan, shuning uchun to'xtatib qola olmagan. Bunaqa shebin, ya'ni qum, shag'al bilan foydalanib o'chirish ilojini qilgan, sharoit qilgan. Kabina teglarigacha polni erib oqib tushib bo'lgan. Teglarigacha. Hozir buni Abdulloh elektrikimiz ishi boshladi, ko'rib chiqdi, nima qilish kerakligini tushundi. Hozir hamma joyini tozalab, nima yangi zapchast qo'yish kerak bo'lsa qo'yib, xudo xolasa xizmatga tayyor qilib beradi inshaalloh. Bizni kanalni kuzatib boringlar, bizni har doim xizmatga tayyormiz inshaalloh.